shu ruloni 10 metr bo'ladi. Shuni turishi 100 ming so'm, hurmatli obunachilar. O'zbekiston material taraflama ham nihoyatda bor, hech nima bo'lmaydi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bepul dastavkasi bor. Yetkazib berishimiz bepul O'zbekiston bo'ylab. Mashinalar ham hammasi 100 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Hammasi. Hurmatli obunachilar, bleskini ham mana ko'rishingiz mumkin mana. Bu ham mo'yshi aka, Bu ham super mo'yshi aka, yuraveradi ham. Super mo'yshi. Albatta. Keyin mana bunalarimiz ham bor, dekorativniy koridorlarga hamma yoqqa ursa bo'ladigan narsa, chiroyli ishlangan mashinalar. Xolos, bunaqa spanli, bunaqa dekorativniy narsalarimiz ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon Soy trikotaj bozoriga kelganmiz. Bugungi video obzorimiz shunaqa aboylar haqida bo'ladi. Juda ham katta do'konga kelganman, hurmatli obunachilar. Aboyda assortimentini bir ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ham katta rasprodaja e'lon qilinibdi, hurmatli obunachilar. Shu rasprodaja tovarlarni sizlarga narx-navolari va ma'lumotlarni beramiz. Bu do'konimizni manzillarini ham to'liq tushuntiramiz. Hurmatli obunachilar, bu joyimizning manzili Andijon viloyat Soy trikotaj bozori 1-qavat 107-108-do'kon. Do'konimizning nomi 3000 xildagi Elite Design aboylar saloni bo'ladi. 3000 xildagi Elite Design aboylar saloni bo'ladi. Endi bu aboylar haqida to'liq ma'lumotni Rahmatullo akamiz beradi. Rahmatullo aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Tinchmisiz? Endi mana video davomida aytdik, aboy olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va shu haqida ham ozgina gapirib o'ting. Aboy olayotganda aka, aslomonasiga e'tibor berish kerak. Aslomonasi filtrli aboy olish kerak. Material taraflama, sifat taraflama nihoyatda zo'r bo'ladi. Mana shu aboylarimiz aslomonasi filtrli. Bemalol yuvsa, arsa bo'ladigan narsa, sifat taraflama ham nihoyatda zo'r. O'ziga kir olmaydi, suv olmaydigan material. Yaxshi. Keyin bizda hozirgi chegirmalar ketyapti, katta aksiyalari mana 210 ming, 220 ming sotgan aksiyalarimiz hozir 50% chegirmada 110 ming so'm sotilyapti. Materiali nihoyatda zo'r, yuvsa arsa bo'ladigan narsa. Yuvsa arsa bemalol bo'laveradi, aka. Bo'ladi, ha. Keling, kamerachi buni ham yaqinroqdan gullarini yaxshilab ko'rsatib o'tsak. Hozir aka 110 ming dedingiz buni? 100 ming so'm olib qo'ygan aka, bular 50% chegirmada bular. 100 ming so'm. Agar mabodo bir o'zinglar uchun ham qiziqishga mana shu do'konga kirib turib, hani rasprodajdagi tovaringlar necha puldan desanglar 110 mingdan deydi. Bizning kanal uchun 100 ming so'mdan aytilyapti. Vodiy ahli kanalidan ko'rib kelyapmiz desanglar, mana shu tovarlar hammasi 100 ming so'mdan. Mana kamerani bering aka. Har xil gullarini hozir ko'rsatib o'tsak aka, mana shuni ma'lumotlari bilan qayerdan chiqqan, qayerda mahsuloti, shu haqida ham bir batafsilroq ma'lumot bersiz aka. Bular Xitoyda aboylari, buning ichida rossiya aboylarimiz ham bor. Rossiya aboylarimiz mana bu tarafda narxini bir xil qilib beramiz. 100 ming so'mdan qilib beramiz, albatta. Mana atay videoda sekinroq mana ko'rsatib o'tyapman, hurmatli obunachilar. Shular ichidan xohlaganinglarni tanlab, misol uchun aytsanglar, aytgancha 100 ming so'mga mana shu turishi, hurmatli obunachilar, 10 metr bo'ladi aka. 10 metr 10 kvadrat. 10 metr 10 kvadrat paytida ancha qimmat bo'lgan. 280 ming sotilgan paytida aboylar bular, super mo'yshi aboylar. Yaxshi. Mana gulini xohlaganinglarni o'zingizlarni dadinglardan kelib chiqib, xohlaganinglarni tanlab olishinglar mumkin. Hammasini mana birma-bir ko'rsataman. Mashlar hammasi mana shu ko'rsatayotganlarim aka. Albatta. 100 ming so'mdan aka. 100 ming so'mdan. Mana shu turishi, hurmatli obunachilar. Keyin buni haliginaqasi ob'yomi ko'pmi aka? 10 tadan 20 tadan qolgan bular hammasi. Mana shu 10 ta rulonda 20 tadan qolgan ekan, undan ko'plari ham bo'lishi mumkin. Mana ularni ham ko'rishingiz mumkin, hurmatli obunachilar. Atachenta faktura yangilik, hali high-tech o'xshab ishlangan narsalar bular. Bu qayerdaki aka bu? Bular Xitoyda mahsulotlari bular. Anatoning atachentaga o'xshab ishlangan. Yaxshi. Bu yoqda ham mana shunaqa ekan. Mana bu gullari xolasizlar. Iloji boricha mana sizlarga hammasini birma-bir ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xohlovchilar bo'lsa kelib, manzilda aytdik. Kelib shu yerdan ham o'zingizlar tanlab olsanglar bo'ladi. Bunaqa narx bozor bo'yicha yo'qmi aka? Xudo xolasa bunaqa narx bozor bo'yicha yo'q inshaalloh aka. Katta chegirma ketyapti. Rossiya aboylarimiz, mana shularimiz Rossiyaning aboylari bo'ladi. Sifat taraflama, material taraflama nihoyatda zo'r aboylar. Yaxshi. Mana u aspekt degani rossiyskimi aka? Rossiyaniki aka ular.
Qani shularni bitta hamtasini olib ko'rsak bo'ladimi aka? Bo'ladi albatta. Shu ham rossiyskiymi? Shu ham Rossiyaning aboyi. Bitta ochib ko'rsataylik aka obunachilarga. Rossiyskiy shu ruloni 10 metr bo'ladi. Shuni turishi 100 ming so'm, hurmatli obunachilar. O'zbekiston Material bo'ylab taraflama ham nihoyatda bor, hech nima bo'lmaydi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bepul dastavkasi bor. Yetkazib berishimiz bepul O'zbekiston bo'ylab. Yaxshi. Yana bitta ikkita rossiyskiylardan aka ochib ko'rsataylik. Albatta. Mashinalar ham hammasi 100 ming so'mdan, hurmatli obunachilar, hammasi. Bunaqa atachentralarimiz ham aksiyada olib ketyapti, Rossiyalik. Bu ham Rossiyaniki. Bu ham Rossiyaniki. Atachento fason, hurmatli obunachilar, zo'r. Bleskini ham mana ko'rishingiz mumkin mana. Bu ham o'yishi aka, Bu ham super mo'shi aka, yuraveradi ham. super o'yishi. Albatta. Keyin hozir Xitoy abolarimiz bor. Narxlari arzonlab qo'ygan, sifatlari nihoyatda zo'r. Pastda ularni ham ko'rib ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Undan tashqari bu yerda yana qanaqa davlatlarda ishlab chiqarilgan aboylarimiz bor aka? Belgiyaniki bor, Turkiyaniki bor, Germaniyaniki bor, Italiyaniki bor aka. Ukrainaniki bor, yangi narsa, Belorussiyaniki bor. Har xil abolarimiz bor aka. Mana qatorda Turkiyaning abolarimiz bor, yangilik kelgan. Mana shumi? Ha, mana shu qatorda. Mana Turkiyaning abolari bor mana. Sifat taraflama bu Turkiyaniki nihoyatda zo'r bo'ladi. O'ziga kirolmaydi, materiallari super mo'shi bo'ladi. Necha pul buni? Buni narximiz 550 ming so'mdan bo'ladi. Mana shu bitta rulon, 10 metr. Ha, 10 metr 10 kvadrat. 10 metr 10 kvadrat. Keyin mana bu dekorativniy narsalarimiz ham bor Turkiyaniki. Dekorativni ishlatgani. Buni endi asosan qayerlarga ishlatishyapti aka? Asosan bularni sifatli bosh taraflarga ishlatiladi, dekorativniy joylarga ishlatadi buni. Mana buni ranglari ham bor, o'ta neobishli narsalar. Yaxshi. Bular kvadrat necha pul? Bularimiz 380 ming so'm Turkiyada. Bular ham aksiya ketyapti hozir. 380 ming. Ha, keyin mana bularimiz ham bor. Dekorativniy koridorlarga hamma yoqqa ursa bo'ladigan narsa, chiroyli ishlangan mashinalar. Yaxshi, lekin mana 100 ming so'mdan necha pulgacha bitta rulon aka? 100 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 700 mingga doğru bor. Italyanskiy abolar har xillari bor. Sifatli yaxshi abo olmoqchi bo'lsangiz, pastda 170 ming so'm, 160 ming so'mdan Xitoyda abolari, aslovanas frizering materiallari nihoyatda zo'rlari bor. Yuvsa arsa hech nima bo'lmaydiganlari. Yaxshi aka, hozir qarang mana, misol uchun mana uni ham Turkiyaniki deyapsiz. 500 qancha dedingiz buni? 550 ming so'm. 550 ming. Hozir mana chegirmadagi tovarlar ham bir paytlar shunaqa bir paytlar xuddi shunaqa qimmat bo'lgan, uni shtuga tugab qo'ygan, ana shuna hisobiga narxi 100 ming so'mdan bo'lib qo'ygan aksiyada. Yaxshi. Sifat taraflama bir xil narsalar bilan. Sifat taraflama bir xil, bemalol olishaversin aka. Bemalol xudo xolasa aka. Yaxshi, endi qolganlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana mana shu yerdagilarni ham o'zingizlarni sekin yuraman, tanlab ko'rishingiz mumkin. Buni ham mana bunisi ham boshqacharoq ekan. Bunisi ham boshqacha, bunisi ham. Xo'p. Mehnatimizni qadrlab, mana sizlar uchun chiroyli narsalarda, arzon optim narxdagi narsalarda, rasprodajdagi arzon narsalarni ko'rsatyapmiz. Laykni qizg'onmanglar, hurmatli obunachilar. Mana bu yoqlar ham hammasi, ha aka, mashallah. Albatta aka. Mana to'qroq manaqa rangi ham bor ekan. Yaxshi. Xo'p. Bu yoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni ko'rsatamizmi aka? Ha, bu tarafda ham yangilik narsalar. Mana, mo'g'larimiz ham yangiligi, Xitoy, Italiya samlesi sifat taraflama nihoyatda zo'r. Bemalol yuvsa bo'ladigan narsa 170 ming so'm, narxlari ham arzon. Ana shu bitta rulonni sifati 170 ming so'm, narxi ham arzon, ham sifati nihoyatda zo'r bo'ladi. Qayerdagi dedingiz buni aka? Bular Xitoy Italiya samlesi, Xitoyda ishlab chiqariladi. Sifati nihoyatda zo'r. Keyin mana bu narsalarimiz bor, misol koridorlarga uradigan betsionlarga high-tech narsalar. High-tech zo'r ekan mashinadagi. Mana bu daraxtliklarimiz ham bor, yangi kelgan. Daraxtlar bo'larimiz. Bular ham mana shu 170 ming so'mdan. Sifati materiali mo'shi. Zo'r. Aboylarni ko'rib turibsizlar, 3000 xil deydi, lekin necha xil aboy bor taxminan aka? Bir 4000 5000 dan
ortiq abolarimiz bor aka. Mana shunaqa gulliklarni ko'pchilik qo'yyapti hozir. Ba'zi xonadonlarda ko'rdim. Polni mana shunaqa gulliklarni qo'ygan. Havo olib berishganmi? Mana bu bunaqa high-tech dekorativniy abolarimiz ham bor. Bunaqa sifatli atachentarlarimiz ham bor. Narxlari arzon, sifati nihoyatda zo'r, 170 ming so'm bo'lib qolgan Xitoyda abolari. 170 ming so'm. Sizlarga iloji boricha chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Atachento fasondagi abolar. Bular hammasi shunaqami? Bularning hammasi narxi bir xil. Narxlari 170 ming so'm bo'lib qolgan. Super moshi yaxshi abolar aka bular. Xolisini bunaqa sifatli, bunaqa dekorativniy narsalarimiz ham bor. Zo'r. Bularimiz necha puldan aka? Bularimizni narxi ham 170 ming so'mdan. Super moshi abolar. Yaxshi. Yana qaysini tavsiya qilib Mana ko'rsatamiz? ham yangilik narsalar, high-tech narsalar, Marakan stil ishlangan, sifat taraflama, ko'rinish taraflama, европейский narsalar mana shular. Keyin mana bularimiz ham bor, mana high-tech narsa. Yangi keldi. Mana bu abolarimiz ham zallarga yangilik kelgan. Buni ochiq svet ekan aka bunisi. Ochiq, yo'llari ham Qanaqa, o'zgacha niyam ishlangan, neobычный narsa aka. Tepada mana bu ranglari ham bor. Har xil ranglari bor. Yaxshi. Xo'p, yana qaysi abolar? Mana bu yoqdagi abolar ham Bu hammasi abolar ham aksiyada aka, 100 ming so'mdan aksiyada. 100 ming so'mdan. Mana shu bitta ruloni 100 ming so'm, 10 metr bo'ladi, 10 Bular kvadrat. hammasi zavodskiy ochilmagan, zavod holatda. Agar mabodo ichidan yirtiq bir qanaqadir defekt chiqib qolsa, Defekt chiqib qolsa almashtirib beramiz. Albatta almashtirib beramiz. O'zimiz borib turib bo'lagi almashtirib beramiz. Olgan odam xudo xolisa ovora bo'lib qolmaydi. Yaxshi, o'zingizlar borib Har taraflama. Albatta. almashtirib berasizlar ekan. Mayda-chicha uzunroqlari ham bor ekanmi aka bu? Yo'q, bir xil. Ha, yaxshi. Xo'p, bu yerda yana mana bu narsalar nima edi? Laminatlarimiz ham bor, parket Laminatlar. bor. Har xili bor. 1lik, 1.2lik, 7likdan boshlab har xili bor. Yaxshi, buni endi asosan qayerlarga qo'ysa bo'ladi aka? Buni pollarga qo'yiladi asosan. Pollarga qo'yiladi. Yaxshi. Endi qadrli obunachilar, mana ozgincha emas, ko'pgina ma'lumot berdik sizlarga. Aboylarda ko'rishinglar mumkin. Juda ham 1000 xil, 5000 xil desa ham bo'laveradi shekilli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Yana ko'rsatadigan ishlarimiz bormi? Albatta, yana bor aka mana yoqda. Kafelni kleylar, mana u aboy kleylari ham o'zingizlarda bormi? Albatta o'zimizda bor. Yangi kelgan abolarimiz ham bor. Mana bularimiz Xitoyda abolari, sifati nihoyatda zo'r, bemalol yuraveradigan. Narxlari 165 ming so'mdan. 165 ming so'm. Mana bu ranglari ham bor. Bu ranglar ham o'ta neobычный ishlangan. Yaxshi. Uni gulliklarni ham bitta yig'ishtirib aka, u gulliklarni ham ko'rsataylik. Mana. Bunaqa bakliklarimiz ham bor. Baklik. Zo'r. Bularimiz necha puldan dedik? Bularimiz aka 185 ming so'mdan qilib beramiz. Xitoy naboyi sifati taraflama nihoyatda zo'r xudo xolisi. Materiali super mo'shi bo'lar. Yaxshi, endi aka, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berdik. Aka, Vodiy ahli kanalidan ko'rib kelsa, odamlar kelsa, iloji boricha arzonroq skidka qilib, Albatta, xudo xolasa aka. tovarlarni ham chiroyli narxda qilib bersanglar, xursand bo'lamiz. Xudo xolasa sizga aytilgan narximizdan ham sizni nomingizdan keladigan bo'lsa, xudo xolasa ancha arzon qilib beramiz. Yaxshi. Xudo xolasa xursand bo'lib ketadi inshaalloh aka bu magazindan. Zo'r.
Akalar, nomer pastda qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Andijonliklar bo'lsa, kelaverasizlar. Boshqa viloyatliklar bo'lsa, zakaz bersanglar, zakaz berganda ham aka boshqa uzoqdan ekan demasdan aka, haliginaqa zo'r narsalarni chiqarib berishinglarni so'rab qolaman aka. Xudo xolasa biz Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizda yangilik abolar joylaymiz aka. Gruppamiz silkasini tashlab beramiz. Xudo xolasa shu gruppadan tanlasa aka, istagan joyga yetkazib olib beramiz aka. Xohlagan viloyatga aka. Yaxshi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumotlar agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada rahmat bolam yoki bo'lmasa rahmat uka, sizlarga rahmat deb yozib qoldirsanglar, xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali ham like bosmasdan ko'rayotganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Xo'p.